Қайырлы күн, құрметті қонақтар, қадірлі ағайын, қадірменді ұстаздар мен осы мектептің түлектері. Бұрынғы Победа бүгінгі Тұран жалпы білім беретін мектебінің құрылғанына 100 жыл толуына орай ұйымдастырылып отырған ғасыр жасаған білім ордасы атты мерекелік іс-шарамызға қош келдіңіздер. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mehri daryo ustozlar. Sobiq Pobeda bugungi Turon umumiy bilim beradigan maktabining tashkil topganiga 100 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazilayotgan bir asrlik nur sochgan ziyo maskani nomli bayram dasturimizga xush kelibsizlar. Bir ғасыр бұл жай ғана уақыт емес, бұл тарих, бұл мыңдаған шәкірттің арманына қанат бітірген қасиетті орда. Xuddi shunday, bu dargohda necha avlod ta'lim oldi, qancha hayot yo'lini topdi. Bu yerda berilgan bilim, tarbiya va mehr har bir qalbda abadiy saqlanadi. Ендеше сіздердің рұқсаттарыңызбен мерекелік концертімізді ашып беру үшін сахна төріне Тұран жалпы білім беретін мектебінің директоры Әлібек Сәрсенбаев мырзаға және осы мектепте 20 жылдан астам директорлық қызметін атқарған Ахмедов Ахмаджан мырзаны орнаға шақырамыз. Bayana, marhamat, bugungi konsert dasturimizni ochib berish uchun sahnaga Qozog'iston Respublikasi Prezidentining Parasat ordeni sohibi, taniqli tadbirkor Azimov Habibulloh akani o'rtaga chaqiramiz. Assalomu alaykum. Bugungi Turon umumiy bilim beradigan maktabga yig'ilgan hamyurtlar, mana shu maktabni bitirib, katta oliy dargohlarda o'qib, bugungi kunda O'zbekistonda, Rossiya Federatsiyasida, boshqa davlatlarda ishlayotgan ko'p o'g'il qizlarimiz bor. Ulardan bir qator bugun kelib o'tiribdi. Xush kelibsizlar. Maktabimiz 100 yillik asri, 100 yillik muborak bo'lsin. Aziz bugungi Pobeda Azizlik Turon maktabi. Bu maktabda juda ko'plab yaxshi mutaxassislar bitirib chiqdi. Ularga bizning ustozlarimiz yaxshi ta'lim, tarbiya bergan, 100 yillik to'y nishonlanayotgan mana shu fursatdan foydalanib, hozirgi kunda ham mana shu maktabimizda yaxshi faoliyat ko'rsatayotgan ustozlarimizni atab o'tsam. Bu ustozlarimiz Nabiyeva Rashida Mirzaxonova, G'anisha Marhamat apay, Talipova Xayrisa apay, o'g'il o'qituvchilarimizdan Abdulla Fozil aka, Abi dars beradi mana shu yerda. Shu ustozlarimiz ko'plab mana yaxshi shogirdlarni chiqardi. Hozirgi kunda ham faoliyat ko'rsatyapti. Bugungi tadbir hammangizga qutlug' muborak bo'lsin. Tanlarimiz sog' bo'lsin. 100 yillik yubiley to'yi muborak bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli qonaqlar, aziz ustozlar. Bugungi 100 yillik merekalarimiz qutlug' bo'lsin. Осы Turon мектебінде 100 жылы толуына орай көптеген азаматтарымыз бір-бірімізбен көріспегендер бар екен. Солар бір-бірін көріп қуаныштарына шек жоқ. Біріктіріп атқан біздің жалпы ардагер ұстаздарымызға барлығына рахмет айтамын. Осылай ұйымдастырып жүрген ағайларға, апайларға шын көңілден рахмет.
mынау дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық деймін. Осы биіктерден қызықтарын көре беріңіздер, билеттің зейнетін көріңіздер. Мынау құтты болсын дейміз. Жүз жазбай беріңіздер сіздерде. Darhaqiqat, hurmatli ustozlar, sizlar kelajakni tarbiyalayotgan, jamiyatga munosib insonlarni yetishtirib berayotgan ulug' zotsizlar. Sizlarga chuqur ehtirom va samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qadri bilinadi, endi menga goh. Olis maktabimning o'sha behasham Navoiy bizga ustoz bo'lgan, biroq kimdir o'qitgan-ku Alisherni ham. Shunday ulug' zotga harf o'rgatgan kim? Oddiy muallimda, oddiy muallim. Aziz mehmonlar, sahnada ilk tabrik so'zlari bilan maktabimizning ustozlari, ya'ni hozirgi kunda nafaqadagi ustozlarimiz ishtirok etmoqdalar. Bugun 90 yoshni qarshi olayotgan eng katta ustozlarimizdan To'raxon Qo'shqor bobomizga va qadrli ustozlarimiz Narmet va Nazakat opaga, To'ymet Haydar boboga, Ahmed va Manzura opaga, Mamatjon va Susra opalarni davramizga chaqirib so'z navbatini beramiz. Assalomu alaykum. Mana shu yig'ilgan hurmatli mehmonlar. Men uchun aziz va qadrdon bo'lgan ilgarilarni 60-55 yil o'rib bitirganlar o'tiribdi. Hali bir marta ham ko'rmaganlarim o'tiribdi. Xuddi maktabga o'zim birinchi kelganga o'xshab qolib ketyapman. Shular birdasizlar. Men mana shu maktabga qarash qishloqqa kelganman ilk kelganimda birinchi maktabga 51 yil bo'ldi kelganman. Endi 71-yilga 52 yil bo'lyapti, 55 yil. Shundan beri 100 yillik ichida ham o'qitdim sizlarni. 40 yillik mana yangi maktabga ko'chib keldik. Bu yerda ham o'qitdim. Ko'pchiligimiz hammamizning qalbimizdan chiqdingiz. Bizning ishonchimizni qozondingiz. Rahmat. Bitirib ketganlar uchun aytyapman. Hamma o'z o'rnini topgan. Ya'ni bir professor bo'lyapmiz, akademiklarimiz bor, darslarimiz, ishlarimiz, ana shunday katta ishda ishlayotgan bolalar. Mana keyin hali ishlayotganlarga aytaman. Bizning men qoladiganim mana shu 55 yildan beri shu yerda bo'ladigan bo'lsa, bu maktab har doim yuqori bo'lib ketdi. Apolli maktablar bo'ldi. Qanday odamlar chiqib mana bu yerdan. Ana hozirgacha davom etyapti. Hozirgacha maktabda test topshirish bo'yicha yuqori o'rganib kelyapti. Qancha yuqorilar tartibda bo'lyapti. Shuning uchun qilamiz. Ana shunday maktabni qadrlaylik, shu maktab uchun xizmat qilaylik. Shu maktabdagi dars berayotgan o'qituvchilarga, xizmatkorlarga hammasiga katta rahmat. Iloyim doim o'zining kasbiga fidoyi bo'lgan bolalarga
mehr muhabbatda bo'lgan, maktabda mehr bo'lgan odam maktabdan hech qachon charchamaydi. Shuning uchun barchamizlar tanlaringiz sog' bo'lsin. Aytganda ko'nglingizdagida bilimli, ilmli ustozlarni, ilmli o'quvchilarni chiqaring, shularning qizig'ini, rohatini, yutug'ini eshitib ko'rib, quvonib yuringizga o'xshab. Rahmat. Hammalaringizga bugungi bayram qutlug' bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, mehmonlar, mehmon o'quvchilar. Hammalaringni bugungi bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mana shu yerga, mana shunday katta tadbirda yig'ilgan ekansizlar. Hammalaringni uylaringga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Hech qachon mana shunday yaxshi kunlarda, mana shunday keng auditoriyalarda bir-birimiz bilan yuz ko'rish nasib qilabilsin. Bundan keyingi har 10 yilliklarda ham, 110 yillik, 120 yilliklarda ham mana shunday to'rt ko'z tukas uchrashib yuraveraylik. Hammalaring tanlaring sog' bo'lsin, yana bir bor bayramlaring muborak bo'lsin. Assalomu alaykum azizlar. Mana hozir apa aytib cheksiz yuragimiz urib turibdi shunchalik xursandligimizdan. Ko'rmaganlar bir-birini ko'rib xursand. Ana ne deydi? Ko'z-ko'zga tushsa mehrga deganday hammasi mehrli bo'lib turibdi hozir. Mana bizlar boshlang'ichni o'qitamiz. Qozoqda aytadi maqollar, tuymaday bo'lib kelaksin, tog'day bo'lib chiqasan degan. Biz qabul qilib olgan bolalaring biri buni ishlaygan, tugmasi ilingan bo'lsa, maktabni bitirganda aytday bo'lib chiqadi hammamiz. Mana hozir o'tiribsizlar. Bizning ko'zimizning quvonchi, bizning aqlimiz mana shu o'tirganlar. Hozirgi yosh avlodga, maktabdagi yosh o'qituvchilarga, mana bizning yaqinda kelgan Alibek ukamizga sabr toqat, baquvvat, kuch-quvvat nima deydi? Mana shu hozirgi yoshlarning tarbiyasida kuchli bilim egasi bo'lib, shularga o'z bilganlarini bersangizlar. Islomda ham aytadi, o'zingning bilganingni o'zgaga o'rgatsang, bu katta savob deydi. Mana shu savobga tuganmas, savobga ega bo'lishlaringizni istayman. Rahmat hammalaringizga. Rahmat, hurmatli ustozlar. Shu maktab bitiruvchilari hozirgi kunda ilmda, fanda, ish faoliyati katta yutuq ega bo'lgan akalarimiz, opalarimiz tashrif buyurgan. Davraga texnika fanlar doktori, akademik Ashirboy Yusufaliyev akani, davlat xizmatchilaridan Janobil Yusufaliyev akani va Azizxon Yakubov akalarni, qadrli ustoz Shirin Mamerova opalarimizni, Sayara Abdullayeva opalarimiz hamda Ulfat Abdullayeva opalarimizni davraga taklif etamiz. Bugun meni o'qitgan, onunla aman bergan ustozlarimizni Allah rahmetiga olamiz. Ularni hozir sonini sanab adabga yetolmaymiz. Erishgan bo'lsa bizda ana shu ustozlarimizni ularning mehribon qalbini ko'rmay yaxshi deb bilamiz bizlar. Men umrim mobaynida shu ijtimoiy tarmoqlarda Turkistondagi maktablarni, o'rta maktablarni doim kuzatib boraman. Ana keyingi yillarda haligi reyting Qozog'istonda bir narsa rasm bo'ldi. Juda xursandman bu narsalarga. To'g'ridan to'g'ri oliy o'quv yurtlariga maktabni bitiruvchilarga test topshirilishi reyting baholarini e'lon qiladi. Ana shu Turkistonda men juda ko'p kuzatib kelaman. Mana birinchi o'rinda Otabaydagi Qarmoqdagi Mahmud Qashqariy nomidagi maktabni bilaman. Yana Iqronda bir maktab bor, shular qatorida bizni mana shu Turon maktabimiz doimo chiqib turadi. Men doim faxrlanib yuraman. Mana shunday ko'rsatkichlarni berayotgan bizga, bizlarni farzandlarimizga mana shunday yuqori darajada ilm berayotgan, bilim berayotgan
Ana shu bugungi 100 yillikni nishonlayotgan jamoaga men o'ylaymanki, meni yolg'iz turganlarim qo'shilsa kerak. Bizlar o'zimizning samimiy minnatdorchiligimizni, katta rahmatimizni, farzandli rahmatimizni bayon qilamiz. Sizlarga katta rahmat. Qaramayingizlar, olmayingizlar. Bundan keyingi nevara avlodlarini, nevara avlodlarini tarbiya qilishlar, ularga olib chiqishlar. Ota-ona hayot beradi. Ustoz esa turmush beradi. Ana shu turmushimiz qanday bo'lishi ustozlar sizlarga chambarchas bog'liq. Ana shu sizlarning mashaqqatli mehnatlaringizda muvaffaqiyatlar, istalgan sog'lik, Allohdan esa sizlarga hayotlar Assalomu alaykum azizlarim. Assalomu alaykum Ananay Qaraqchi qishlog'ining ahli. Assalomu alaykum Pulxo'zak madrasaning avlodlari. Assalomu alaykum Abdurahmon bobomizning avlodlari. Ey Allohim, bugun mana shu yaxshi kunga yetkazimga Allohimga ming qattiq shukrlar qilman. Kecha Toshkentdan kelyotib, men ota-bobolar bilan birga keldim. Aytdimki, bizning maktabimiz 100 yillik bo'ldi desam, ben hayot xursand bo'ldi. Shu insonlar tabriklab qo'ying dedi. Shu insonlarning nomiga bir qarsak bo'lsa, rozi bo'lsinlar. La havla quvvata illa billahil azim. Ilm bermoq, ilm olmoq, bilimni o'ziga o'zlashtirmoq, ilmni o'ziga o'zlashtirmoq har bir musulmon uchun bu joizdir. Shuning uchun mana bu yerda turib gapirishning boisi bizlarga, menga ajoyib insonlar dars bergan. 1970-yili eski Pobeda hozirgi mana Turan maktabini tugatib, Allohning hukmi ekanmi, bizlar mana O'zbekiston degan davlatda ishlayapmiz. Juda ko'p davlatlarda bo'ldim. 3 yil arab davlatida yoshxonada ishladim. Yevropa mamlakatida ko'p mamlakatda bo'ldim. Mening ustozlarim bergan ilmlar. Shuning uchun barcha ustozlarga boshimni egib ta'zim qilaman men. Sizlarga esa ming yilligina qatnashishga hammalarini Allohga so'rayman. Salomat bo'ling, xush kelibsizlar. Assalamu alaykum. Tasvirlarga kelganlar, yaqinlashlarim, suhbatlarim, mana shunday kechaga taklif qilib, hurmat qilib chaqirtirgan uchun bo'lgan uchun sanoatga rahmatlar aytaman. Har doim shunday ko'rsatishimizga O'zbekistonda yashaganim bilan yarim oldin Qozog'istonda shu qishlog'imda Xudo xohlasa hammalaringizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Mana shunday muxlislar ustozlik qilayotgan domlalarga sihat, salomatlik tilayman. Bundan ziyoda ilmlarim ziyoda bo'lsin ilojim. Doim mana shunday yaxshi kunlardan uchrashib ko'rishlik nasib qilsin hammamizga. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlarim. Assalomu alaykum Qo'chqar aka. Mening birinchi ustozim. Siz meni qo'limga qalam tutqazib, mana shu darajaga yetkazsangiz, yana bir bor ta'zim qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli ustozlarim. Hammanglarga katta rahmat. Avvalambor boringlarga shukr. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Mana bugun kelib sinfdoshlarimni ko'rib, yana bolalikka qaytib, 10 yilga yoshardik. Yana ham yoshligimiz qaytganday bo'ldi. Shuning uchun mana bugungi tashkilotchilarga juda katta rahmatlar aytamiz. Minnatdorchilikni bildiraman. Mana kelib juda ham xursand bo'ldimki, juda ham bilimda ham, ilmda, tarbiyada ham bizning maktabimiz Turon maktabi birinchi o'rinda ekan. Chunki ziyoli qatlam juda ham ko'p. Bizda bitirgan, eshitgan juda katta akademiklar, professorlar, katta ilm dargohlarida
kelgan odamlar hammasi bizlar o'sha Turon maktabimizdan chiqqan odamlar. O'shaning uchun sizlarga kattakon yana bir marta rahmat aytaman. Bizning bir asrlik bayramimiz hammamizga muborak bo'lsin. Rahmat. Bunaqa bayramlarni ko'pini ko'rish hammaga nasib qilsin. Kattakon rahmat ustozlarga. Assalomu alaykum ustozlar, hamkasblar, hamqishloqlar. Mana bugun shunday bir diydorlashish marosimida ko'rishib turganimdan o'zimni bag'oyat xursand his qilyapman. Assalomu alaykum Habiba, birinchi o'qituvchim Habiba opay. Umringizga ishqilib baraka bersin. Biz shu maktabni 100-qo'ng'iroq chalinadigan yilda turibmiz. Biz 55-birinchi qo'ng'iroqni chalib, 65-oxirgi qo'ng'iroqni chalib, shu maktabdan mustaqil hayotga qadam qo'ygandik. Mana oradan 45 yil o'tibdi. Shu yil ichida shuncha ko'p O'zbekiston Respublikada xalq xizmatchisi bo'lib, shu yerda e'tibor bo'lib keldik. Buning uchun taqdirimga, Allohimga ming-qatla shukrlar aytaman. Mana bugun shu oramizda bo'lmagan ustozlarimizni Alloh rahmat qilsin. Ruhlari shu yerda aylanib hammamizni ko'rib shod bo'layotgan rost bo'lsin ilohim. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Ustozlar otangdek ulug' deydi. Ustozlar hech qachon kam bo'lmaysizlar, sog' bo'lingizlar. Men umrni ko'rmay qolibman, yonginamdan o'tib ketibdi. Qo'limga bir kitobni tutib, taqdirimni bitib ketibdi degan she'rlar bor. Bu hayot, na iloj. Vaqt o'z nimasini ko'rsatadi, hukmronligini. Hammangizga sihat, salomatlik, sog'lik va yana sog'liklar tilayman. Rahmat. Jakirova Ziliha apayimizning o'rindovindagi Asiyem Angibiri. Xatoimizdan xato bo'lmasdan, yo'qolmasdan hammamiz maqsadni qo'llash nasib qilsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz ustozlarimiz. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Mana bugun bizning maktabimizning 100 yilligi sharofati bilan chaqirishgan ekan, men bunga g'oyat xursandman. 100 yil degan juda ham bitta asr. Bu vaqt ichida qancha insonlar, qancha ustozlar olamdan o'tishib o'tganlar, oxiratlari obod bo'lsin. Bizning aziz murabbiylarimiz Xudo rahmat qilsin. Qolganlarga esa umr bersin. Qadrli bitiruvchilar, sizlar bu maktabning tirik tarixisiz. Sizlarning yutuqlaringiz maktabimizning sharafi va faxridir. Hozir bugungi bayramimizga mana shu maktabimizning ilk qaldirg'ochlari, ya'ni 60 yillik, 50 yillik, 40 yillik, 30 yillik, 20 yillik hamda 10 yillik bitirgan qaldirg'ochlarimizni oralaringizdan chaqiramiz davlat to'riga. Marhamat. Assalomu alaykum. Qorachi qishlog'idagi hamshirlar, ustozlar, murabbiylar.
Biz 10-cı sınıf o'quvchilarimiz endi yo'l bo'ldi mana. Turanbayev Tahir akam bilan xayrlashib qo'limizga attestat pasportlarimizni berib mustaqil hayotga yo'latgan. Mana hammamiz mana shu ustozlarimizning orqasida o'sib, o'lib, bilim olib yuribmiz. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulullah ve aleyhi ashabihi. Esselamu aleyküm aziz mehmanlar. Karachi qishlog'ining ahllari, otaxonlar, onaxonlar, kelgan mehmonlar, hammangizga sog'lik salomatlik tilayman. Bizlar Tabela maktabining 3-11 sinf o'quvchilarimiz. 17 kishi bitirganmiz. 17 o'quvchi. Yoqda Mirzaxonlar 10 sinf bitirgan. 10 sinf, 11 sinf birga bitirganmiz. O'quvchi ko'p. Toshkentda yer qimirlagan. Toshkentga odam qabullanmaydi degan vahima bor. Chimkentga boramiz, o'qishga qabullaydi. Olmataga boramiz, o'qishga qabullaydi. Amal yo'q, Toshkentga bordik. Toshkentda yer qimirlagan hamma palatkada avtobuslar palatkan arasida yuradi. Shu davrda o'qishga joylashdik. Toshkent Politexnika institutiga stроительный fakultetga o'qishga tushib, shuni bitirdik. Kelib mana Alloh nasib qildi, Turkistonda ishladik, Pabeda kolxozda ishladik, qurilish injeneri bo'lib. Mana savol qo'yadi ko'pchilik. Mana maktabda kim saqan deb. Men saqanman desa ishonmaydi. Yılda proyekt tayyor, lekin maktab joylashtirgan joyi yo'q. Bu yerda garaj turibdi. Xuddi mana shu yerda garaj turibdi. Texnika to'la, ham 6 ta xonadan yashayapti. Shuni ko'chirish mashaqqat. Invalidi bor, chog'i bor, kampiri bor, ko'chmaydi. Shu mashaqqat bizni sürüverdi. 6 yilda qurdik. 6 yil mashaqqatda qurdik maktabni. Padirachim yo'q. Shunda Pabeda kolxoz, Kommuna kolxoz, Lenin kolxozi o'rtaga aqcha yig'di. Aqcha yig'ib, PLK tashkil qildi. Shu maktab qurish uchun. Cho'rnaqdan PLK tashkil qilib, shu cho'rnaqning ishlarga, prorablarga boshlanib yumishini usta yo'q endi. Keyin tog'dan gereklarni topib keldik. Shunda mana fundamentni quydi, ishini qaladi va boshqa ishlar. Ko'p mashaqqatlarni ko'rdik. Abarosun taşını qiyin bo'ldi. Chimkentda ba'zi magazin bor, abarni topdi, apkarishimiz mashaqqat. Shunda Quronboyev Tahir aka bor, boshliq. Shu singari o'qituvchilar xizmat qilib, partiyalarni, do'stlarni abarlarni apkar 86-sentyabrda maktabni o'qishga ochdik. Allohga shukr, nasib qilgan shu maktabda xizmatda chiqqan nasib qilgan. Azim Tayyiblarni texnologiya qiladi. Shu ikkalamiz amallar bitirdik endi. Qancha yugurib chap-chaplar bilan mana Allohga shukr qattiq bo'ldi. Quvonchdamiz. Shuncha xalq o'qiyapti, shuncha o'qiyapti. Alloh nasib qilsa abadiy mana shu yerda o'qituvchilar armet olmay xizmat qilaversin degan tilakdaman. Hammangizga rahmat. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Men sal gapni qisqaroq qilishga harakat qilaman. Kariyerlarni yaxshi qildi. O'tganlarni eslamay kirib olmaydi. Ni bir ustozlar o'tib ketdi. Mana Afchan aka, Rangjan aka, Halil aka rahmatlilar shunday bir jon kuydirib dars berar edi. Biz kirib o'tirganda uyalar edik. Bitiruvchilik qilishga uyalar edik. Mana internet maktabi bo'ldi, bunda direktor rahmat Patakay. Shu maktabda Patakay shunday bor edi. Bizlar ko'rganda ana chiqarinni buna qilayotganda ming tillar qochib ketar edi. Hozir endi kechirasizlar, endi hozir bir qizlarım bo'lyapti, anlasam da eshitib turamiz. Bolalar o'qituvchilarning jini unchalik hurmat qilmaydi. Iltimos, shu ustozlarimizni hurmat qilsin. Hurmatga ega bo'lsin. Rahmat shuncha o'tayotganlarga yaxshi 100 yillik yubiley qutlug' bo'lsin. Barchangizga oilaingizda sog'lik, salomatlik, yaxshilik tilayman. Tog'larda barliqlarning tilaklar bitirishlar bo'lsin.
Ataқты түлектер бітірсін ағайын. Мына 100 жылдықта да қаншама осы mezbonlar, kutib olayotgan ustozlar, sizlarga ming rahmat. Raketa markazi, Qur'on markazi, Yusuf degan ishtirokchilariga assalomu alaykum. Birinchi ustozimiz Qo'chqor aka. Umringiz uzoq bo'lsin, tan joyingiz sog' bo'lsin. Aziz ustozim Imzon opaga ming tashakkurlar aytaman. Taqdir bizlarni turli yo'llarga boshladi, lekin bir narsa o'zgarmadi. Bu ham bo'lsa sizlarga bo'lgan hurmatimiz va ehtiromimiz. Bizlar 2006-yilda bo'lgan o'quvchilarimiz hammasi mavzudan rahmat aytib tashlaychiq. Ham qismda qadrli ustozlar, endi ob-havo boshqacha bo'lib qoldi. Bu yerda biz programma boshqacha edi. Qozog'iston o'zbeklarning do'sti hamjamiyati raisi, shu qishloq farzandi, shu maktab o'quvchisi, shu yerda ta'lim olgan Abdulla Ismatullah nomidan tabrik etib qo'yishga ruxsat beringizlar. Abdulla o'z nomidan 30 yillik maktab bitirgan do'stlari, sinfdoshlar nomidan shu maktabga bir katta LED ekran sovg'a qiladi, xudo xolisa.
Eyle ata aşığa Cisimli kılsak da ana aşığa Sürgünün eyle geni nur baş Birsin ay eyle birsin uyaş Aklına kızına tırtı gelsin Gizden aynalayın Yükle gizle tırtı kalkın Saçın gizle oynayın Aklına kızına tırtı gelsin Gizden aynalayın Yükle gizle tırtı kalkın Saçın gizle oynayın İki teras gözleriniz Güzel gidradı Ağlayan yüzleriniz Yüreğimi yandıradı Aslına kızı güdümler Can bir gengizge aymanayım Bir gengizde kırklar kalkın Saçengizge boylanayım Aslına kızı güdümler Can bir gengizge aymanayım Bir gengizde kırklar kalkın Saçengizge boylanayım Her qanday sharoitda bir qolgan odam yo'l topib o'zining yo'lini topa yura oladi. Shunday ekan bugun mana ilm ahllarimizga qaytamiz. Farida maktabi, ya'ni Qur'on maktabi bundan 100 yil kichkinagina bir hujradan tashkil etilgan bo'lsa, bugun rahmat davlatimizning mana shu bizlarga berayotgan e'tibor natijasida mana shunday kashonada hozirgi nagaralarimiz bilmayapti. Bunun için Allah Teala'ya bilmeyen ben hayırlar. Şanlı yıllar mesafesi artta kaldı. Unda yüzlegen şagirdler tahsil aldı. Bugün ise Aksaç Bilim Meskeni 100 yıl yani bir asır yüzünü gördü. Murg'iyat kitoblarga tutkazib qalam o'rgatding to'g'ri qo'ymoqqa qadam. İlim yo'lining mashaqqatlarini yengib o'tdi mustaqil odam. Bilim sifatidan yo'q muammo. Yechdi talay kazolar. Yurt ravnaqiga qo'shib bitsa ustozlar ta'limidan rizolar. Qishloqdagi maktablarga bosh bo'lding. Hamroh bo'lib o'rgatding, ish bo'lding. Shogirdlaring kuzatib chor atrofga, lekin doimo ko'zida tosh bo'lding. Qutlug' bo'lsin bugungi yoshli to'ying. Faslimiz bo'lib qol, o'chmasin kuying. Yangi shogirdlar o'qib o'rganib, manguga o'chmasin qutlug' ardoying.
Assalamualaikum. Астарыңыз қанды болсын. Келіп, ниет қылып, әдегі осы 100 жылдықты бөлісіп отырғандар барлықтарыңызға рахмет айтамын. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Әрдайым осылай жақсылықта, тойда кездесіп жүре беріңіздер. Құтты болсын 100 жылдықтарыңыз. Амин. Allah Teala Bunlara yaptığında boyunlasın. Benim zamanım sınırlasın. Bazı cevablarımda vermem gerek. Qo'shqar akam bizlarni yosh vaqtimizda qilgan namozga desa yosh bolamiz Qo'shqar aka tahoratim yo'q desa, tahoratim uvoli menga deb namoz o'qitardi bizlarga. Mana shularning duosi. Qo'shqar akam aytib beradi, 50-yillarda deydi, urushdan keyin juda qattiq acharchoq bo'lgan deydi. Shunda deydi, Asiya ayam deydi, ayam imomlikqa chiqadi deydi. Barimizni qator turib qo'yib namoz o'qitardi. Valhamdulillahi robbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Avvalambor mana shunday Qur'on o'qish uchun imkoniyat yaratib bergani uchun Alloh taolaga hamd va sanolar bo'lsin. Mana shu o'qilgan Qur'on oyatlaridan hosil bo'lgan savobni va kuni kecha o'qilgan butun Qur'ondan hosil bo'lgan savobni mana shu Qur'on maktabining 100 yil badalida she'rda bilim berib, she'rda ilm olib o'tgan barcha ustozlar va shogirdlarning ruh shariflariga, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ruh shariflariga, barcha payg'ambarlarning ruhlariga, payg'ambarimizning xish aqrabolari, do'st, yor, birodarlari, oila a'zolari ruhlariga, barcha avliyolar, anbiyolar, sahobalar, tobiinlar, tabiinlarning ruhlariga, Arslonbob Azizulloh Kashshotaning ruhlariga, Ahmad otaning ruhlariga, shundan tarqagan va dunyodan o'tgan jami ahli sunnatning ruhlariga, shularga bundan tashqari mana payg'ambarimiz Muhammad Mustafoning orqasidan ergashib dinni sog' salomat bizga yetkazib bergan islom silsilai oliyadagi islom olimlarining ruhlariga, mazhab imomlarining ruhlariga, ya'ni mana shu ishlarimizni o'tgan bilimdon Ma'sum Parchaga o'xshagan hamma ustozlarimizga Allohning rahmati, payg'ambarning shafoati bo'lib, shu o'qilgan suralardan hosil bo'lgan savobni ularning joylarini jannatli bo'lishiga noil qilishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Parvardigori mana shunday kunlarimizda mana shu bugungi tadbirimizni muvaffaqiyatli o'tishida xizmat qilgan hamma xizmatchilarga, tashkilotchilarga, o'qituvchilarga, o'quvchilarga, tashqaridagilarga va ichdagilarga hamda mana qo'shni rivojlanib borayotgan O'zbekistondan tashrif buyurgan mehmonlarimizga, o'zimizning ichimizdagi, qishloqimizdagi, atrofdagi qishloqlardan tashrif buyurgan ustozlarimizga, jami ahli sunnatga shu o'qilgan Qur'on savoblarini bag'ishlaydi. Parvardigori o't balasi, suv balasi, tuhmat balasi, shamol balasi, zilzila balasi, shayton vasvasasidan, ofatingdan, kulfatingdan, xo'rligingdan, zorligingdan, qamoq azobidan, xo'rlik azobidan saqlab olsin. Parvardigori barimizga so'nggi nafasimizda qilayotgan namoy amallarimizni o'ng tomonimizni keltirib, so'nggi nafasimizda la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan jami ahli sunnatning ruhlariga bag'ishlaylik. Alloh rahmat bo'lsin, rahmat degan bo'lsin. Bundan tashqari mana bugungi kunda maktabga yangidan kelgan bo'lsa ham xizmatlari qanday ekanini ko'rib turgan mana shu bugungi yangi direktorimizga, uning atrofidagi komandasiga, jami o'sha xizmatchilarga hammasiga Allohning rahmati, payg'ambarning shafoati bo'lsin. Ilohim mana shu maktab dunyo tuguncha tursin. Alloh taolaning nazdida bo'lsin. Payg'ambarimizning tasarrufida bo'lsin. Mana shunday yetishib chiqayotgan shogirdlar imonli, insofli, kelajakka, yurtiga, eliga, diniga xizmat qiladigan yaxshi yigitlar, qizlar bo'lib yetishsin. Hamma payt hammamizni terimizni sog' omon qilsin. Qozog'istonimiz gullab yashnasin, omon bo'lsin. Hamma payt endigi 50 yilliklarda yana endigi 100 yilliklarga omonchilik bilan Alloh taolo yetkazmoqni barimizni nasib etsin. Fazlika va karamika, rahmatka ya